Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Sanjar aka, assalomu alaykum. 1-apreldan Assalom. tizimga tushgan Exro sistemasi bo'yicha savol beryapti. Internetda hammadan har xil fikr chiqyapti. Bank uncha foiz olib qolar ekan, qiyin bo'lar ekan, boshqa deyishyapti. Yurist sifatida shuni ikki og'iz suhbatingizni olmoqchi edim. Tartibi qanaqa bo'ladi? Oluvchiga, sotuvchiga protsess qancha vaqtda bo'ladi? Shu narsa bizning obunachilarimizga qiziqdi, shunga iltimos qilib keldik. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum. Bu 1-apreldan shu prezidentimizning farmoniga asosan ishga tushgan tizim. Bu naqdsiz ko'rinishda avtotransport vositalari va ko'chmas mulkni oldi-sotdi shartnomalarini tasdiqlashda naqdsiz ko'rinishda hisob-kitob qilish turi ishga tushdi. Bu juda bir unaqa murakkab jarayon emas. Avvalambor bu yerda o'sha ko'chmas mulkni beradigan bo'lsak, javobni ko'chmas mulkni sotuvchi oluvchi o'rtasida hisob-kitobni naqdsiz ko'rinishda, demak bank orqali escrow счет hisob raqami ochgan holda hisob-kitob tizimi joriy qilindi. Bu sotuvchiga ham, oluvchiga ham ancha qulay hisoblanadi. Qulayligi shundan iboratki, aldanib qolish yoki boshqa narsalar hisob-kitob to'liq amalga oshirilmaganlik jarayonlarini oldini oladi. Bu bezopasligimizda ancha xavfsiz jarayon hisoblanadi. Xo'p, bu jarayonni boshlash tartibi qanaqa bo'ladi? Ikkita tomon, sotuvchi, oluvchi o'zaro kelishgandan keyin narxini o'sha notariusga borib, hujjatlarni hammasini tekshirtirib olishsa, hamma narsasi joyida bo'lgandan keyin o'sha notariusga yaqin joyda yoki o'zlariga ma'qul bo'lgan xohlagan davlat banklarida kirib, u escrow счет hisob raqami ochishadi. Escrow hisob raqamini ochganligi uchun ba'zi hisoblash miqdorining ko'chmas mulklar uchun 50% miqdorida, avtotransport vositasi uchun 5% miqdorida. Demak, bugungi kunda ko'chmas mulkka 206 ming so'm escrow xizmati uchun pul olishadi. Avtotransport uchun 103 ming miqdorida bank o'z xizmati uchun oladi. Keyin o'sha sotib oluvchi, o'sha sotuvchi bilan kelishilgan summani escrow hisob raqamiga qo'yadi. Допустим, 100 millionga kelishishgan bo'lsa, shu 100 million so'mni qo'yishadi. Keyin notariusga kelishadi. Ularning qo'liga shartnoma bilan escrow ID raqamini berishadi. Notariusga kelishgandan keyin biza u narsani notarius escrow ID raqami orqali o'sha hisob raqamida pul bor yo'qligini, tushmaganligi, shakllantirilganligini tekshiramiz. Tekshirilgandan keyin hammasi ijobiy hal bo'lgandan keyin o'sha oldi-sotdi qilinish uchun barcha hujjatlar to'liq bo'lgandan keyin, to'plangandan keyin oldi-sotdi shartnomasini tasdiqlaymiz. Tasdiqlagandan keyin o'sha sotuvchining hisob raqamidan sotib oluvchining hisob raqamiga pul avtomatik tarzda o'tadi. Bu narsa ekranda ko'rinadi. Keyin sotuvchi ushbu summani, o'sha 100 million so'm o'sha ekvivalentga kelishilgan summani borib bankdan hech qanaqa foizlasiz 100 million so'mni naqd ko'rinishda xohlasa o'zlarining plastik kartalarigami yoki hisob raqamlariga olishlari, o'tkazishlari mumkin. Bu qisqacha tushuntirganda hozirgi yangi tartib shundan iborat. Demak, hech qanaqa yoqqa o'tgandan ham, bu yoqqa o'tgandan ham o'rtada bank o'zini foizini yechmaydi. Yo'q, foizini yechmaydi. Faqat escrow hisob raqamini ochganligi uchun ularning xizmati bor, shuni to'lashadi. U escrow har bitta ishda bitta to'lanadi. Har bitta amalga oshirilgan harakat uchun bir marta har safar, допустим, siz 4 ta kvartira olmoqchi bo'lsangiz, sotib olmoqchi bo'lsangiz, 4 marta escrow raqam, hisob raqam ochasiz. Endi bu hozircha banklarga borib qilinyapti. Uje keyinchalik bu narsalar ham baribir o'sha har xil приложениялар bor, telefonlarda banklarning o'zining приложениялari, o'sha orqali qilishingiz ham mumkin bo'ladi kelajakda, xudo xolasa. U ustida ham ishlanyapti. Bo'ldi, tushunarli. Xalqimizga, ko'pchiligiga qiziq bo'lgan savol edi shu. Rahmat kattakon. Salomat Ishingizga rivoj. Charchamanglar.